Assalomu alaykum. Hammaga qadrli til ixlosmandlar va ingliz tilini ayniqsa endi boshlaganlar. Mana bugungi navbatdagi darsimizni biz boshladik. Undan oldingi darslarimizda biz kirish qismi, ya'ni ingliz tilini o'ta muhim bo'lgan qismlardan biri bu alfabetni ko'rib chiqqan edik. Bugungi darsimiz, ya'ni lesson 2, ikkinchi darsimiz, ya'ni to be fe'llari hisoblanadi. To be fe'llari o'zi nima? To be bo'lmoq degan ma'noni bildiradi. Va to be fe'llari grammatik jihatdan ingliz tilida juda katta ahamiyat kasb etadi. Buni diqqat bilan o'rganishinglarni tavsiya qilaman. Aytmoqchi, ekranga yaxshiroq joylashib, biz har bir o'rgatayotgan narsani ortimizdan qaytaringlar, talaffuzlarini va kerak bo'lsa to'xtatib, o'zingizlar shularga misollar tuzib o'rganishga harakat qilinglar. Qani unda biz boshladik. Xo'p, to be fe'llarimiz, ya'ni bugungi to be fe'limizni darak gaplarda qo'llanilishini biz ko'rib chiqamiz. To be fe'llarimizda asosiy 3 ta fe'l qismlari bor. Bular am, is, are. Bular asosan kishilik olmoshlari bilan birgalikda qo'llaniladi. Kishilik olmoshlari, ya'ni bu yerda sizlar bilan birinchi bular bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, kishilik olmoshlarimiz personal pronouns. Ya'ni kishilik olmoshlar bular ot, ya'ni ega va to'ldiruvchi shaklda qo'llaniladigan shakllar hisoblanadi. Bularni ko'rganingizda tarjimalar bilan sizlarga qulay bo'lish uchun yozib qo'ydik. Subject, ya'ni ega, ya'ni kishilik olmoshlarimiz ega ko'rinishida ham kelishi mumkin. Egani biz bilamiz, ona tilida gapning boshida qo'llaniladigan, ya'ni ism yoki bironta nomning o'rniga ishlatiladigan narsalar hisoblanadi. Keyingisi object, ya'ni to'ldiruvchi. To'ldiruvchi bu gapni to'ldirib keladi. Ya'ni gap ingliz tilida gapning oxirida gapni yakunlab to'ldirib keluvchi qism hisoblanadi. Mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, biz bularni alohida shaklini ko'rib chiqamiz. Ya'ni subject shaklida I, iltimos qilaman ortidan qaytaringlar. I, ya'ni men, men, he, u, ya'ni bola, o'g'il bolalarga nisbatan he, she, u, ya'ni qiz bola, ya'ni u qiz, ya'ni she qiz bola degan ma'noni bildiradi. U, it, ya'ni it, u narsa, hayvon, buyum, barcha jonsiz narsalarda ishlatiladigan kishilik olmosh hisoblanadi. It. Bu qismlarimiz birlik shakli hisoblanadi. Ya'ni kishilik olmoshining birlik shakli. Endi pastda ko'plik shaklini ko'radigan bo'lsak, bu yerda we, biz, you, siz yoki sen degan ma'noni bildiradi. They bo'lsa ular, ya'ni boshqa joydagi ular. They, ular. Bular ko'plik shakli hisoblanadi, kishilik olmoshlari. Xo'p, endi bu yerda object, ya'ni to'ldiruvchi shaklini ko'rib chiqadigan bo'lsak, I deki me bo'ladi, ya'ni me, meni, he deki him, uni, o'g'il bola, ya'ni bola, uni. She deki bo'lsa her, ya'ni uni, qiz. Itga bo'ladigan bo'lsa, itga xuddi o'ziga o'xshab object shaklida ham bir xil bo'ladi, lekin ma'no jihatdan farqlanishi mumkin. Buni qanday ajratib olamiz deydigan bo'lsak, buni gapning oxirida kelishiga qarab turib ajratib olamiz. Ya'ni it, uni, hayvon, narsa, buyum va hokazo narsalar qo'llaniladi. Ya'ni uni. Bu object shaklini birlik qismi. Endi ko'plik qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda we, ya'ni biz, bu yerda us, bizni deb keladi. Us. E'tibor beringlar, bir xil emas. Us. You deki you, seni. Ya'ni object to'ldiruvchi shakli bir xil bo'ladi. You. Hali bir xilgilar aytish mumkin, your qismi bor deydi. U qismimiz adjective, ya'ni sifat shaklida bo'ladi. Ularni keyingi darslarda birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozir esa biz to'ldiruvchi shaklini ko'radigan bo'lsa, you, ya'ni seni, sizni degan ma'noni bildiradi. They, them, ya'ni ularni degan ma'noni bildiradi. Them, ularni. Mana bu qismi ko'plik qismi hisoblanadi. Endi azizlar, mana shu kishilik olmoshlarimiz mana shu to be fe'lidagi qo'shimchalar, ya'ni
am, is, are'lar bilan birgalikda gaplarda qo'llaniladi. E'tibor beringlar. Mana bu yerda biz pozitiv, ya'ni pozitiv qismini ko'radigan bo'lsak, I am. Nimaga bu yerga qisqartmasini yozib qo'ydik? Buni ham tushuntirib ketaman. Bu tomonida to'liq shakli, bu asosan kitob o'qiganingizda yo bo'lmasam keyinchalik kelajakda bironta sertifikatga o'sha Sefer yo IELTS ga harakat qilganingizda essay yozishlari sizlarga qo'l keladigan narsasi asosiy to'liq qismi shu bo'ladi. Bu qisqartmasi bo'lsa, bu qisqartmani ko'proq native speakerlar, ya'ni Amerika native speakerlari, ustozlari, ya'ni umuman olganda shu fuqarolari shu qisqartirib gapirishga odatlanishgan, ya'ni bu ular uchun qulay. Keyinchalik siz ham o'sha speakinglaringizni o'zingizga ishlasangiz, o'zingizga ham oson bo'ladi. Xo'p, endi birgalikda ko'rib chiqamiz. I am. I am. Qisqartmasi I'm. I'm. He, she, it. Bularga shu uchovsiga is shakli qo'llaniladi. Chunki bularning barchasi o'sha is shaklini oladi. Qisqartmasi bo'lsa his. His. She is esa she's. It is esa its. Its. E'tibor beringlar. Xo'p, endi bu birlik shaklini ko'rdik. Pozitiv qismida. Endi ko'plik shaklini ko'radigan bo'lsak, ko'plik shaklda we, ya'ni biz. We are. We are bo'ladi. Qisqartmasi esa we're. We're. Keyingi shaklimiz you are. Sen. You are. Qisqartmasi your. Your. Ya'ni bir xilgina your bilan sening o'sha sifat shakli bilan kishilikka almashtirgan sifat shakli bilan adashtirib oladi. Buni farqlash uchun bilamiz, o'zi ko'rinishda ham farqi bo'ladi. Chunki mana qisqartma shaklida r, e shakli qo'llanilsa, bunda shakli yo'q. Mana shu bilan farqlab olsak bo'ladi gaplarda. Keyingi shaklimiz they, ular. They are. They are. Ya'ni qisqartmasi bo'lsa their. Their. Xo'p, bularda albatta negativ, question, ya'ni so'roq shakllari ham bor. Albatta, bugungi darsimizda sizlar bilan asosan pozitiv va negativ shakllarni ko'rib chiqamiz. Question shaklini esa keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi negativ shaklga o'tadigan bo'lsak, ya'ni not. Biz aytganimizda o'sha kishilik olmoshlariga not shakli qo'yilib, negativni, ya'ni inkor shaklini yasaydi. Misol uchun I am not. Bu to'liq shakli. I am not. Qisqartmasi I'm not. I'm not. Bitta misol keltiradigan bo'lsak, I'm not a doctor. Men doktor emasman. I'm not a student. Men student emasman. Mana shunday va hokazo gaplar bilan qo'llaniladi. Endi he is not ikkinchi shaklimiz. He is not. Qisqartmasi he is not va he isn't shaklida ham keladi. Shuning uchun ikkita shaklini ham sizlarga oson bo'lish uchun yozib qo'ydim. Mana bu qismi ko'proq o'sha matnlarda ham kelib qolishi mumkin. Ya'ni he isn't deb kelib qolishi mumkin. Yo bo'lmasam speakinglarda hali qisqartma shaklida qo'llanilishi mumkin. Keyingi shaklimiz she is not. She is not. She's not. She's not. Yo bo'lmasam she isn't. She isn't. E'tibor beringlar, kerak bo'lsa pauza qilib turib, ortimizdan qaytarib, mana shularni har birining talaffuzlarini o'zingizlar chiqarishga harakat qilinglar. Bu sizlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Keyingi shaklimiz it is not. It is not. Qisqartmasi it's not. It's not. E'tibor beringlar talaffuzga. It's not. Mana bu qismini esa it isn't deyapmiz. It isn't. It isn't. Bu birlik shakli, negativ shakl, negativ, ya'ni inkor shaklini birlik qismi hisoblanadi. Endi ko'plik qismiga o'tadigan bo'lsak, we are not. We are not. Qisqartmasi we are not. We are not. Yo bo'lmasa we aren't deyiladi. We aren't. We aren't.
Keyingi qismimiz you are not. You are not. You're not. You're not. Ya bo'lmasam you aren't. You aren't. Keyingi qismimiz they are not. They are not. They're not. They're not. Ya bo'lmasam they aren't. They aren't hisoblanadi. O'zi to be mana bir galda ko'rib chiqdik, nima uchun kerak degan savollar sizlarda tug'ilib qolishi mumkin. Aynan nimaga biz negative question, positive qismlarni o'rganishimiz kerak deydigan bo'lsanglar, bu to be ya'ni grammatikaning eng fundamental qismi, kirish qismi. Agar buni bilmaydigan bo'lsanglar, keyingi grammatikalarda qiynalishinglar mumkin. Nimaga deganda, mana shu to be fe'llarimiz ham o'tgan zamon shaklida ham kelasi zamon, ya'ni future simple shaklda ham kelishi mumkin. Buni keyingi darslar davomida gaplashib ketamiz. Asosiy bu to be fe'limiz, ya'ni bo'lmoq, o'sha ma'lum bir speakinglarda qisqa gaplarda qo'llaniladi va bularga albatta misollar beryapmiz. Mana bu yerda e'tibor beringlar, o'sha to be fe'lidagi fe'llarni qatnashishi va kishilik olmoshlarni qo'llanishi bilan birgalikda gaplar tuzib chiqamiz. Xo'p, bu yerda I am cold, ya'ni men sovqatdim. I am cold, ya'ni muzladim, sovqatdim degan ma'noni bildiradi. Can you close the windows, please? Ya'ni bu yerda demoqchi, iltimos, derazani yopib qo'ya olasizmi deb so'rayapti. I am cold. I am cold. Yo bo'lmasam I am cold deb kelishi mumkin. Keyingi misollarga o'tadigan bo'lsak, I am 21 years old. Ya'ni men 21 yoshdaman. Siz buni o'zingizga moslab turib ham ishlatishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz yoshingizni qo'yib turib qo'llashingiz mumkin. Agar boshqa shakllarda qo'llaniladigan bo'lsa, misol uchun mana bu yerda o'sha kishilik olmoshlarni ixtiyoriy bittasini oladigan bo'lsak, we da olaylik. Misol uchun we are. Nimaga we are deyapmiz? Chunki biz o'sha to be fe'lidagi are shaklini qo'yamiz. Ya'ni we are 21 years old. Biz 21 yoshdamiz. Endi bu yerda ko'plik shaklida kelib qoladi. Ya'ni biz 21 yoshdamiz deydi. Endi ismlar yo'qsa shaxslarni bildirib turuvchi so'zlar bilan qatnashgan qismlarni ham ko'rishimiz mumkin. My sister is 30. My sister is 30. Mening opam yoki singlim 30 yoshda. Shunga o'xshash. My sister is 30. Buni sister qismini o'rniga brother, dad, mom, grandpa, grandmom va hokazo o'sha kishilarni anglatib turuvchi qismlarni qo'yib turib ishlasa bo'laveradi. Xo'p, keyingi misollarga o'tadigan bo'lsa, o'sha mana birga qo'llaganlarimiz bu yerda mana kelyapti. My brother is very tall. Tall degani bu o'sha novcha, ya'ni bo'ydor degan ma'noni bildiradi. Tall. Very tall bo'lsa juda novcha. Ya'ni my brother is very tall. Mening akam juda novcha. Nimaga is qo'yyapmiz? E'tibor beringlar. Is ya'ni brother degani aka. Ya'ni o'g'il bolalarga nisbatan biz ko'rgandik kishilik olmoshlarda he qismini ko'rgandik, to'g'rimi? He, she, it qismiga biz to be fe'llaridan is qo'yiladi degandik. E'tibor beringlar. Kerak bo'lsa videoni qaytarib turib bir qator ko'ringlar. Is qo'yilgani tufayli mana shu yerda ham o'sha o'g'il bola, ya'ni bitta shaxsni bildirganligi uchun bunga is qo'yamiz. Bu juda muhim. Nimaga? Chunki sizlar hali testlar ishlashinglar, misol uchun o'sha essay, kitoblarni o'qiganinglarda bu narsalar kelganda o'sha ajratib olishinglar oson bo'ladi. Keyingi misollar ko'radigan bo'lsak, it's 10 o'clock. Ya'ni soat 10. Shunchaki soat 10. It's 10 o'clock. Soat 10. Yo bo'lmasam, it's a dog. Bu kuchuk. It's a dog. Bu kuchuk. Yo bo'lmasam, it's a cat. Bundan oldingi videolarimizda o'sha cat so'zini foydalangandik. It's a cat. Bu
mushuk degan ma'noni bildiradi. E'tibor beringlar, 10 o'clock deganimizni va bu yerda nega kishilik olmoshlardan it va to be fe'lini s, ya'ni qisqartirma es ni ishlatganimiz. Chunki soat bu yerda jonsiz narsa. Biz kishilik olmoshlarni tushuntirganimizda sizlarga aytdik. Jonsiz predmet, hayvon va hokazo shunday jonsiz narsalarga biz itni, ya'ni kishilik olmoshlardan it qismini foydalanamiz degan edik. Va mana shu yerda o'sha misollar bilan birgalikda kelgan. Xo'p, keyingi qismga misolga o'tadigan bo'lsak, you are late again. Ya'ni you're late again. Sen yana kech qolding degani. Again yana, late kech qolmoq, hali vaqtida kelmaslik. You o'sha kishilik olmoshlardagi sen yoki siz degan ma'noni bildiradi. Re bo'lsa o'sha to be fe'limizga qisqartma. Birgalikda esa you're late again. Yo bo'lmasa, misol uchun o'zgartirib aytadigan bo'lsak, Baxtiyor is late again. Baxtiyor yana kech qoldi. Yo bo'lmasa, Durdona late again the lesson. The lesson degani bu darsga degani. Durdona bu darsga yana kech qoldi. Ana shunday misollarda sizlar harakat qilinglar tuzishga. Iloji bo'lsa o'sha bir nechta 10 ta misollar keltirsanglar, bu narsa sizlar uchun keyinchalik qiyin bo'lmaydi. Xo'p, keyingisini ko'radigan bo'lsak, Toshmat and I are good friends. Ya'ni Toshmat va men yaxshi do'stlarimiz, ya'ni qalin do'stlarimiz degan ma'noni bildiradi. Nimaga Toshmat and I da biz are ni ishlatyapmiz? Ya'ni bitta yo ikkita, uchta shaxslar bitta gapda kelganida, qo'llanilganda, bular endi birlik emas, ko'plik hisoblanadi. Ya'ni bir nechta shaxslar hisoblanadi. Biz shuning uchun ko'plik qismi uchun are ni foydalanamiz. Biz buni to be fe'llarini qo'llanishida ham ko'rgandik. Mana bu birlik qismi bo'lsa, bu ko'plik qismi. O'sha ko'plik qismidagi we are, o'sha are qismi mana bu yerda qo'llanilgan. Ya'ni Toshmat and I o'zinglar aytib ko'ringlar, Toshmat and I ni qanday qilsak bo'ladi? Ya'ni Toshmat va men degani, ya'ni biz degan ma'noni bildiradi. Biz degani ingliz tilida we degani. We ga albatta biz are ni qo'shib ishlatamiz. Va bu yerda o'zingizlarga ixtiyoriy bo'lgan ism yoki o'sha mana shu example-dan foydalanib o'zingizlar gaplar tuzib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, mana azizlar, sizlar bilan to be fe'llarining boshlang'ich qismi, ya'ni daraj qismini birgalikda ko'rib chiqdik. Dars manzur bo'lgan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yinglar va biz bu yo'ldan keyingi darslarimizda davom etamiz. Yana ham chiroyli darslar qilib, sizlarga yana ham soddaroq tushunchalar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mayli, sog' bo'ling, salomat.